Oshirma xamirim hech ham oshmaydi, hech ham o'xshatolmayman deganlar uchun antiqa usulini tayyorlab ko'ramiz. Oddiy pitssadan charchaganlar uchun antiqa pitssa tayyorlaymiz. Maxsus paketga oshirma xamir uchun kerakli hamma mahsulotlarni birin-ketin solib olamiz. Paket uchini yopib, qo'l bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunda silliq, yumshoqqina mayin xamir tayyor bo'ladi. Paketni uchini yopib, avvaldan qizdirib qo'yilgan duxovkani o'chirib, duxovkada oshirib olamiz. Juda ham tez va baland bo'lib xamir zo'r oshib chiqadi. Tayyor bo'lgan xamirlarni bo'laklarga bo'lib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyamiz va asl barakani bolalar uchun maxsus tayyorlangan sosiskalarni ishlatdim. Juda ham mazasi zo'r. Siz ham bir marta ishlatib ko'ring. Bolalaringiz maza qilib yeyishadi. Tayyor xamirga sosiskani qo'yib, videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Kesilgan xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib ochib chiqamiz va pergament solingan listga qo'yib, ustidan ketchup suramiz va sirni qirg'ichdan chiqarib, sir ham sepamiz. Avvaldan qizdirib qo'yilgan duxovkaga 180 gradusga 20-25 daqiqa qo'yib pishirib olamiz. Yumshoqqina, ko'rinishi ham antiqa bo'lgan pitsachalar tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.